uning oldiga teleport bo'lganingizda u X-ray ishlatyapti. Ammo bu imkonsiz bo'lishi kerak, chunki siz chetga qarshi pluginlar yaratish uchun minglab dollar sarflagansiz. Qanday qilib bu yigit hali ham X-ray ishlata olyapti? Xo'sh, aynan mana shuni men bu katta Minecraft serverida qilmoqchiman. Dr. Donut mening yaqin do'stlarimdan biri va u hozirgina jonli efirga chiqdi va o'zining Minecraftdagi Donut SMP serverida o'ynamoqchi. 7-3 qo'yaman. Va men o'ylayapman, agar men hozir tezda kirsam, yashirincha soxta tunnellar qazib, ularni ichiga soxta rudalar joylashtirsam va keyin uning chatiga teleport bo'lishini so'rab yozsam va hech narsa demasdan bu haqda go'yoki haqiqatan ham X-ray ishlatayotgandek o'zimni tutsam uning ko'z o'ngida. Ular qanday Kanalga obuna bo'ling. Havola kommentariyada. Ko'pchilik Nezrit sovuti uchun himoya afsuni eng yaxshi deb o'ylaydi va men aldamayman, u juda ham yaxshi. Lekin o'zimning hardkor dunyoyimda uzoq vaqt yashaganimdan keyin uni yo'qotishni xohlamayman. Juda achinarli bo'lardi. Shuning uchun biroz izlanish olib bordim va sovutingizni yanada yaxshiroq qilishni ko'plab usullarini topdim. Oddiylardan tortib aqldan ozdiradiganlarigacha, masalan, cheksiz suv ostida nafas olish, noyob sovut bezaklari dizayni va hatto to'liq ishlaydigan o'zini teleportatsiya qila oladigani. Imkon qadar eng zo'r sovut to'plamiga ega bo'lish uchun barcha bosqichlarni bosib o'taman va dunyoyimni yo'qotmayman. Yaxshi, men hozirgina oddiy olmos sovut yasadim va biz qilishimiz kerak bo'lgan eng birinchi ish bu narsaga o'yinni buzadigan noqonuniy afsullarni qo'shishdir. Ya'ni himoya afsullari, masalan, olovdan, o'qdan, portlashdan, tushib ketishdan va oddiy himoya afsullari. Shunda siz hech qachon o'lmaysiz. Siz buni imkonsiz deb o'ylashingiz mumkin, chunki Minecraft bir vaqtning keling uni Nezritga aylantiramiz. Bam, aytgancha, sovut bezagini qo'yish uchun biz qanday rangni xohlashimizni tanlashimiz kerak. Menimcha zumrad yashil, oltin sariq, olmos moviy, lazurit moviy, ametist ham moviy. Xo'sh, hammasini oldim va keling ular qanday ko'rinishini ko'ramiz. Yaxshi, birinchisi zumrad. Yo'q, xudoyim juda ham yaxshi ko'rinyapti. Oltin, olmos, bu juda ham menga yoqayapti. Lazurit mayli, bu juda ham rasvo. Kim sovutiga lazurit qo'ysa, do'stim, sen ahmoqsan. Yo'q, xudoyim, temir bundan ham battar ekan. Menimcha sovutingiz temirga o'xshab qoladi bo'ldi. Nezerit esa shunchaki sovutingizni qora qiladi. Bu aslida qandaydir ajoyib ko'rinyapti. Redstone rasvo, met ham shunaqa. Oxirgisi ametist. Yaxshi, bu yo nezerit yoki ametist va men qaysi birini tanlashni bilmayapman. Mayli, nezeritni tanlayveramiz. Umid qilamanki, bu yomon ko'rinmayapti. Agar shunday bo'lsa, men uxlashga yotaman. Men yomon yoki yaxshi ko'rinayotganimni ajrata olmayapman. Mayli, Elitra bilan juda ham yaxshi ko'rinyapti. Aldamayman, Nezrit ishlatganimiz to'g'ri bo'ldi, chunki biz eng yaxshi sovut to'plamini yaratishga harakat qilyapmiz. Mayli, hozir tun va bu sovut qorong'uda ichidan ham dahshatli ko'rinyapti, xuddi men Batmanman. Xo'sh, ikkinchi bosqich yakunlandi. Sovut noqonuniy afsullarga va nezeritli eng noyob sovut bezaklariga ega. Shuningdek, qadimiy shaharlarda sovut bezagini qidirayotib, men Swift Snake 3 kitobini topib oldim. Va men uni shimimga qo'yishim kerak. Bam! Lekin hozir siz keyingi qadam nima ekanligi haqida qiziqayotgandirsiz, chunki eng yaxshi sovut to'plamini qilish uchun qo'limizdan kelgan hamma ishni qilib bo'ldik, to'g'rimi? Yo'q, Minecraftda eng yaxshi sovut to'plamiga ega bo'lish uchun yana ko'p narsalar bor. Masalan, birinchisi bu charm etik. Ha, chunki charm etik kiyganingizda ular sizni qorga cho'kib ketishingizdan saqlaydi. Ko'rib turganingizdek, menda hammasi joyida va cho'kmayapman. Lekin ularni yechsam, mana men cho'kayapman va sovuqdan o'lishni ham boshlayapman. Keling, bu narsani maksimal darajada afsullaymiz va unga eng noyob sovut bezagini qo'yamiz. Men unga muzda yurish 2 ni qo'ydim. Agar suvga duch kelganingizda va siz birdaniga cho'kib ketasiz. Nega bunaqa bo'ldi? Bu etiklar meni suvdan va qordan saqlaydi. Mana bu joyga qo'yib qo'yamiz. Va ikkinchi sovut bo'lagi bu oddiy oltin shim. Shunda siz nezarga borib, uni kiyganingizda hech qanday piglin sizga hujum qilmaydi. Agar yetsam, unga bu yoqmaydi. Xo'sh, keling buni maksimal darajada afsullaymiz va unga sovut bezagini qish uchun bir asr vaqt ketdi. Endi bu dubulg'ani kiyganimda ehtimol ekranning yuqori o'ng burchagida effekt belgisi borligini payqagandirsiz va bu bizda cheksiz suv ostida nafas olish qobiliyatimiz borligini bildiradi. Shu sababli biz hech qachon cho'kib ketmaymiz va bu haqiqatdan ham katta muammo edi. Keling buni maksimal afsullaymiz va sovut bezagini qo'yamiz. Bu boshqa qo'shimcha jihozlar kabi samarali emas, lekin bu eng zo'r ko'rinishga ega ekanligi aniq. Mana bo'ldi. Biz
ba'zida barcha turli vaziyatlar uchun barcha qo'shimcha jihozlar bor. Bu biroz oshirib yuborishdek tuyulishi mumkin, lekin maqsad ham shuda. Yaxshi, va endi qilishimiz kerak bo'lgan ikkita bosqich qoldi. Teleportatsiyani qilishimizdan oldin bizga qo'shimcha narsalar kerak bo'ladi va men bu deganda to'liq afsunlangan qalqonni nazarda tutyapman. Nima, sizga sehrlangan qalqon kerak emasmi? Afsunlangan chaqmoq tosh va sehrlangan oltin olma. Ba'zamga magnetit o'rnatib, unga kompasni bog'layman. Shunda men har doim uyga qanday qaytishni bilaman. Afsunlangan qaychi va albatta ikkita narsalar. Bittasi sadoqat 3 bilan. Shunda momaqaldiroq bo'lganda men maxluq boshlarini olib, o'sha momaqaldiroq ishlarini qila olaman. Keyingisi suv oqimi 3 bilan. Shunda yomg'ir yog'ayotganda men elektron bilan juda tez sayohat qila olaman. Sayohat haqida gap ketganda, men Minecraftdagi har bir sayohat usulini sinab ko'rgan joyimga borsam, men har bittasini sinab ko'rganman. Keling, dunyodagi eng tezkor otni olamiz. Uni olishga meni bir umr vaqtim ketgan. Nega bunchalik tezkor otni qilgansiz, bu ot suza olmaydi. Keling, unga olmos sovut kiydiramiz va endi qachonki elektron sinib qolsa, men shunchaki shu otdan foydalanaman. Suv va lava, favqulodda raketalar va ko'plab sandollar va arqonlar, biroz TNT, chunki hammamiz bilamizki TNT juda qo'l keladi. Va keling, o'tgan videoda qurgan ulkan savdo avtomatim oldiga borib, biroz oltin olmalarni olamiz, chunki bu mashinaslar cheksiz oltin olmalar ishlab chiqaradi. Ha, bilaman, bu maqtanish. Bular ko'payib ketibdi. Keling, bulardan oltin olmalar yasab olamiz.